Surur fani. Qalb sururi va uning xotirjamligi ulug' ne'matlardandir. Chunki bunda xayol joyida, natijali va ruhan shodlik yuzaga keladi. Aytishlaricha, surur o'rganiladigan fan bo'lib, kim uni jalb qilish va qo'lga kiritishni bilsa, hayoti go'zal, shodon va tuganmas ne'matdan bahra oladi. Buning uchun inson sabr toqatli bo'lishi, har qanday g'ala-g'ovurlarga ahamiyat bermasligi, har xil voqealardan ta'sirlanavermasligi, arzimas narsalar uchun bezovtalanmasligi lozim. Qalb qancha kuchli va sof bo'lishiga qarab, nafs ham shuncha yorishib boradi. Bardoshsizlik, ruhiy tushkunlik va bezovta nafs g'am, qayg'u va tashvishlarning tashuvchisidir. Kim nafsini sabr toqatga o'rgatsa, bezovtalanish va tajanglikdan xalos bo'ladi. Umidla yashashga intilsang g'oyat, botqoqni-da kechish oson nihoyat. Past saviya, sayoz bilim, nafsning aytganini qilaverish, butun olam va undagi bor narsalarni unutish xursandchilik dushmanidir. Alloh taolo dushmanlarini jon talvasasiga tushib qoldilar deb sifatlagan. Fikri sayoz kishilar borliqni o'z olamlarida ko'radilar. Boshqa narsalar haqida fikr yuritmaydilar. O'zgalar uchun yashamaydilar. Ularga e'tibor ham bermaydilar. Jarohatlarni unutishni, g'am anduhlardan yiroq bo'lishni istagan nafsimizga e'tiborni kamaytirishimiz lozim. Shunday qilsak ham o'zimizning, ham o'zgalarning baxtiyor bo'lishiga hissa qo'shgan bo'lamiz. Kishi o'z tafakkurini ehtiyotlab, undan jilovlab olsa, har tarafga alanglayvermaydi, qochmaydi. Hayotda nodonlik qilmaydi. Surur fanining asosiy qoidalaridan biri shu. Agar siz tafakkuringizni o'z holiga tashlab qo'ysangiz, chegarasidan chiqadi. Qo'lingizga qayg'u kalavasini ushlatadi va tug'ilganingizdan boshlab sizga iztirob kitobini o'qiydi. Fikrlar tarqoq bo'lsa, sizni yarali o'tmishga qaytaradi. Xavotirli kelajakni olib kelib, tayanchlaringni larzaga soladi. Vujudingizni titratib, hislaringizga ta'sir ko'rsatadi va tuyg'ularingizni kuydiradi. Fikrlashingizni foydali narsalarni to'plovchi tavajjuh jilovi bilan boshqaring. O'lmaydigan, hamisha barhayot zotga tavakkul qiling. Surur fanining qoidalaridan yana biri hayotga o'zining qadricha boqib, darajasiga qarab baho berishdir. Hayot hijronlar koni va musibatlar makoni, baxtsizlikni jo'r qiluvchidir. Demak, bunday sifatlar egasini e'zozlab, uning mashaqqatlariga g'am chekishdan nima foyda? Uning sofligi kirlik, u yomg'irsiz chaqmoq, va'dalari sahrodagi yarqiroq sarob, nasli yo'q. Unga ega chiqqanlar hasaddan boshi chiqmas. Undan bahra oluvchilar tahdid ostida. Oshiqlari xiyonat qilichi bilan o'ldirilur. Ey qondoshlar, qarindoshlarim,
mehnat va mashaqqatda bo'lish uchun yaratdik. Darhaqiqat biz insonni imtihon qilib, otalik va onalik suvlaridan aralash bir nutfadan yaratdik. U sizlarning qaysi biringiz chiroyliroq, savobliroq amal qiluvchi ekaningizni sinash uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. Maqsadimiz iloji boricha g'am tashvish va qayg'ularingizni yengillatishdir. Ular faqat jannatda butkul yo'qoladi. Jannatiylar u joyda bizlardan qayg'uni ketkazgan zot Allohga hamd aytamiz deyishadi. Demak, odam tashvish va g'am qayg'udan faqat jannatdagina xalos bo'ldi. Yuraklaridagi o'zaro adovat tuyg'ularini sug'urib tashlaymiz. Dunyoni tanigan, holini sifatlarini bilgan kishi to'siqlar, sitamlar va xiyonatkorliklar uning tabiatida, xulq atvorida bor ekanini tushunib yetadi va bularga uncha parvo qilmay yashayveradi. Dunyo bizga qasam ichdi, va'dalarini buzmaslikka. Go'yo qasam ichgan kabi bizga vafo qilmaslikka. Bundan chiqadigan xulosa, farosatli odam dunyoning g'am tashvishlari, qayg'u alamlariga taslim bo'lish bilan nafsi xohishlariga berilmasligi kerak. Aksincha, imkoni boricha yoqimsiz ishlarning oldini olmog'i lozim. O'kinmang. Siz kambag'al bo'lsangiz, boshqalar qarzga botgan. Siz ulovda bo'lmasa, boshqalarda ikki oyoq yo'q. Siz biror a'zoning og'rig'idan shikoyat qilayotgan bo'lsangiz, boshqalar yillar davomida to'shakka mixlangan. Siz bitta bolangizdan ayrilgan bo'lsangiz, boshqalar bir vaqtning o'zida bir necha bolasini yo'qotgan. O'kinmang. Chunki siz musulmonsiz. Allohga, rasuliga, farishtalariga, qiyomat kuniga, qazo qadarning yaxshi va yomoniga iymon keltirgansiz. Boshqalar Parvardigorga iymon keltirmaydi. Payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqaradi. Kitoblariga qarshi chiqadi. Qiyomat kunini inkor etadi. Qazo qadarga ishonmaydi. O'kinmang. Gunoh qilib qo'ysangiz tavba qiling. Istig'for ayting. Xato qilib qo'ysangiz uni to'g'rilang. Alloh taoloning rahmati keng, tavba eshiklari ochiq, mag'firati serob va tavba qabul bo'ladi. O'kinmang. Aks holda tinch asabingiz buziladi. Vujudingiz va qalbingiz qiynaladi. Halovatingiz yo'qoladi. Uyqungiz qochadi. Mashaqqat zanjiri uzulur albatta. Qanchalik mustahkam bo'lsa tizimi. Yurak siqar qancha musibatlarning Alloh huzurida bordir yechimi.